U menga pichirlab qo'rqma dedi. Men uning ko'zlariga qarab jimgina xo'p dedim. Bir payt butun vujudimni yondiruvchi qandaydir kuchli his qamrab oldi. Go'yo qalbimdagi eng mustahkam devorlar bittada qulab tushgandi. Men tubsiz jarlikka qulab borardim. Nafasim qisildi. Chiday olmasdan uning yelkasiga yuzimni bosdim. Shu payt u meni o'ziga shunday qattiq tortdiki. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Momoni hikoyalari kanalida yana siz bilanman. Bugun men sizga shunchaki voqea aytib bermayman. Men sizga yuragimning eng qonayotgan, eng titroq yarasini ochib ko'rsataman. Bu voqea mening hayotimni butunlay ost-ust qildi. Uning ismini eslashim bilan hozir ham qo'llarim qaltiraydi. Uni so'nggi marta qachon ko'rganimni bilaman. Lekin uning hidi hanuz xonamda qolgandek tuyuladi. Bu shunday ehtirosli va og'riqli ediki, men buni hech kimga ayta olmaganman. Bugun esa yorilmoqchiman. Hamma narsa yozning jazirama dim kunlaridan birida boshlandi. Shahar shovqinga to'la edi. Odamlar har tomonga shoshardi. Men esa ulkan shisha binoning eng yuqori qavatida o'tirardim. Meni malika deyishadi. Men muvaffaqiyatli dizaynerman. Atrofimda hammasi bor. Qimmatbaho mashina, hashamatli uy, hurmat. Ammo ichim qop-qora bo'shliq edi. Men uzoq yillardan beri kimnidir kutardim. Ammo kimni kutayotganimni o'zim ham bilmasdim. Men shunchaki tirik edim, lekin yashamasdim. U ofisimizga tasodifan kirib keldi. U oddiy mijoz edi. Lekin u eshikdan kirgan ondayoq xonadagi havo o'zgargandek bo'ldi. Men unga qarab qotib qoldim. Ko'zlarimiz to'qnashdi. O'sha soniyada vaqt to'xtadi. Uning ko'zlarida shunday chuqur, shunday g'amgin sokinlik bor ediki, men o'zimni yo'qotib qo'ydim. U nima xohlayotganini gapirardi. Lekin men uning so'zlarini emas, ovozining ohangini eshitardim. Bu ovoz to'g'ri yuragimga sanchilardi. U menga shunday qarardiki, xuddi mening barcha sirlarimni biladigandek. Ish yuzasidan biz ko'p uchrashadigan bo'ldik. Bir kuni u meni qahvaxonaga taklif qildi. Biz soatlab gaplashdik. Yo'q, biz ko'proq jim o'tirdik. Sukutimiz gaplardan ko'ra balandroq edi. Uning har bir qarashi mening ichimda qandaydir olovni yoqardi. U qahva finjonini ushlaganida uning barmoqlariga qarab xayolga tolardim. Uning qo'llari shunday xotirjam va kuchli edi. Men o'sha qo'llar yuzimga tegishini telbalarcha xohlay boshladim. Bu shunchaki ehtiros emasdi. Bu ruhiy tortishish edi. Oradan kunlar o'tdi. Bizning nigohlarimiz yanada yaqinlashdi. Bir kuni u chizmalarimni ko'rayotib, qo'li tasodifan qo'limga tegib ketdi. Yuragim qinidan chiqqudek urib ketdi. U qo'lini tortmadi. U mening muzdek barmoqlarimni o'zining issiq kafti bilan sekin yopdi. Butun vujudimdan tok o'tgandek bo'ldi. U ko'zlarimga chuqur tikildi. O'sha damda men o'zimni butunlay unga topshirib bo'lgandim. Birinchi kutilmagan burilish ana shunda yuz berdi. Yomg'ir chelaklab yog'ayotgan kecha edi. U meni o'z mashinasida uyimga kuzatib qo'yadigan bo'ldi. Mashina ichi issiq va sokin edi. Oynalardan yomg'ir tomchilari asta oqardi. Biz jim edik. Mashina uyim yoniga kelib to'xtadi. Men sumkamni oldim. Eshikni ochmoqchi bo'ldim. Ammo qo'lim qaltirardi. Men ketishni xohlamasdim. Rahmat, dedim ovozim bo'g'ilib. Men eshik tutqichini ushladim. Shu payt uning kuchli qo'llari mening bilagimdan ushladi. Ketma. Qol. Shu ikki so'z dunyoni ag'dar-to'ntar qildi. Yuragim qafasdagi qushdek tipirlardi. Men unga o'girildim. Uning ko'zlarida cheksiz iltijo va qandaydir yovvoyi ehtiros chaqnardi. Men jim turib unga yaqinlashdim. U qo'llari bilan mening yuzimni ushladi. Uning barmoqlari issiq va titroq edi. Uning lablari mening labimga sekin tegdi. Bu shunchaki bo'sa emasdi. Bu yillar davomida yig'ilgan sog'inchning portlashi edi. Yuragimda millionta chaqmoq chaqdi. U meni bag'riga bosdi. Uning nafasi sochimni yelpirdi. Biz bir-birimizda erib ketgandek edik.
Har bir teginishda shunday yuksak estetika, shunday noziklik bor ediki, men ko'z yoshimni tiya olmadim. Men yig'lardim. Chunki men birinchi marta o'zimni butunlay tirik his qilayotgandim. O'sha tunda biz ruhimiz bilan qovushdik. U meni tushundi. U meni so'zsiz eshitdi. Lekin bizning baxtimiz juda qisqa edi. Ikkinchi burilish mening qalbimni parchaladi. Ertasi kuni u menga qo'ng'iroq qilmadi. 2 kun o'tdi, jimjitlik. Men telba bo'layozdim. Ofisiga bordim. Uning yordamchisi menga g'alati xabar aytdi. U chet elga uchib ketibdi. Men qotib qoldim. Nega? Qanday qilib? Axir biz endi birga edik-ku, men uni qidira boshladim. Va dahshatli haqiqatni bildim. Uning bo'ynida juda katta oilaviy qarz bor ekan. Otasi kasodga uchragan. Va u otasini qutqarish uchun boshqa bir boy qizga uylanishga majbur bo'lgan ekan. Uning to'yi 1 oydan keyin ekan. Mening ustimdan sovuq suv quygandek bo'lishdi. Men u uchun shunchaki xayrlashuv kechasi bo'lganmanmi? Mening olovdek sevgim qurbonlikka aylanganmi? Men nafratga to'ldim. O'zimdan jirkanib ketdim. Men telefon raqamini o'chirib tashladim. U bilan bog'liq hamma narsani yoqdim. Ishga sho'ng'idim. Yuragimni muzlatishga qaror qildim. Men uni unutaman deb o'zimga qasam ichdim. Lekin yostiqqa bosh qo'yganimda uning yuzimni silagan issiq barmoqlari yodimga tushaverardi. Men dod solib yig'lardim. 3-chi burilish qishning qahraton kunida yuz berdi. Oradan 6 oy o'tgandi. Men o'z ofisimda kechgacha qolib ketdim. Ko'chada qor yog'ardi. Eshik sekin taqilladi. Va xonaga u kirdi. Men qotib qoldim. U ozib ketgan, ko'zlari kirtaygan edi. U qimmatbaho palto kiygan, lekin xuddi yetim boladek nochor ko'rinardi. Nega kelding, dedim men o'zimni sovuq tutishga urinib. Sizsiz yashay olmadim, dedi u pichirlab. Sening xotining bor, deb baqirdim men. Sening hayoting bor. Meni tinch qo'y. U qadam tashlab oldimga keldi. U tiz cho'kdi. Mening qo'llarimni yuziga bosib yig'lay boshladi. Erkak kishining yig'lashi dunyodagi eng og'ir manzara ekan. Men u bilan yashay olmayapman. Har bir nafasda sizni ko'ryapman. U pul otamni qutqardi. Lekin meni o'ldirdi. Meni kechiring. Mening barcha muzlarim erib ketdi. Men uning yuzidagi yoshlarni artdim. Biz o'sha kecha yana birga qoldik. Bizning bu galgi yaqinlashuvimiz avvalgisidan ham chuqurroq, avvalgisidan ham alamliroq edi. Biz har bir bo'sada xayrlashardik. Bu ehtirosda umidsizlik bor edi. Men birovning erini quchoqlab yotganimni bilardim. Lekin men bu gunohdan qochib qutula olmasdim. U mening havolarim edi. Men usiz nafas ololmasdim. Biz yashirincha uchrashishni boshladik. Bu xavfli va shirin o'yin edi. Har gal u ketganda yuragimning yarmini yulib ketardi. Men faqat uni kutib yashardim. Menga uning e'tibori, qimmatbaho sovg'alari kerak emasdi. Menga faqat uning hidini tuymoq kerak edi. Men o'z ostonamda o'tirib, uning mashinasi ovozini eshitishni poylab tong ottirardim. 4-chi burilish. Eng qo'rqinchli va kutilmagan lahza. Bir kuni uchrashganimizda u juda xursand ko'rindi. Men ajrashyapman, dedi u yuzimdan o'pib. Hammasidan voz kechdim. Qarzni o'zim ishlashga qaror qildim. Biz endi birga bo'lamiz. Men shodlikdan qichqirib yubordim. Biz jannatga yetdik deb o'yladim. Biz to'y haqida, kelajak haqida reja qila boshladik. Men o'zimga kelin ko'ylak tanladim. Lekin taqdir bizga kulib boqmagan ekan. 5-chi zarba qulog'im ostida miltiqdek gumburladi. U bilan uchrashishimiz kerak bo'lgan oqshom. Men uni kafeda kutib o'tirardim. Telefonim jiringladi. Notanish raqam. Malika xonimmi? Men Temurning xotiniman. Yuragim muzlab qoldi. U sizga ajrashyapman deganini bilaman, dedi ayol juda osoyishta, sovuq ovozda. Lekin u ajrasha olmaydi. Men homiladorman.
Agar u ketsa, men o'z jonimga qasd qilaman. Va mening o'limim ham, bolamning o'limi ham sizning bo'yningizda bo'ladi. Telefon o'chdi. Men kafe stuliga yopishib qoldim. Atrofimdagi odamlar, musiqa, chiroqlar hammasi xiralashib ketdi. O'rtada tirik jon bor edi. Murg'ak begunoh bola. Men o'z baxtimni birovning qoniga, norasida go'dakning uvoliga qura olarmidim? Yo'q. Men yirtqich emasdim. Shu payt u kafega kirib keldi. Yuzida baxtli tabassum. U oldimga kelib o'tirdi. Mening qotib qolgan yuzimni ko'rib hayron bo'ldi. Nima bo'ldi, jonim, deb qo'limni ushladi. Men uning ko'zlariga qaradim. Uning ko'zlarida hamon o'sha cheksiz sevgi bor edi. Lekin men qaror qilib bo'lgandim. Men bu sevgini o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldirishim kerak edi. Biz boshqa ko'rishmaymiz, dedim men qo'limni tortib olib. U kulib yubordi. Hazillashyapsanmi degandek qaradi. Nega endi? Men boshqasini topdim. Sening bu muammolaring, qarzlar, ajrashishlar meni charchatdi. Men xotirjam hayotni xohlayman. Men uning yuziga tik qarab dunyodagi eng katta yolg'onni gapirdim. Mening ichim tiriklayin yonayotgan edi, lekin yuzimda zarracha tuyg'u ko'rsatmadim. U qotib qoldi. Uning ko'zlaridagi baxt uchqunlari bitta-bitta o'chib borayotganini ko'rish naqadar dahshatli og'riq ekanini tasavvur ham qila olmaysiz. U menga uzoq tikildi. Keyin jimgina o'rnidan turdi. Men seni farishta deb o'ylagandim, dedi pichirlab. Va chiqib ketdi. U mendan nafratlandi. Men uni to'xtatmadim. U chiqib ketgach, stolda qolib ketgan choyiga qarab unsiz yig'ladim. Men g'ururimni topshirdim. Uning ko'z o'ngida iflos, hisob-kitobli ayolga aylandim. Nega? U o'z bolasining oldida qolishi uchun. Uning vijdoni qiynalmasligi uchun. Oradan yillar o'tdi. Hozir u yo'q. Ish, oilaviy majburiyatlar va masofalar bizni butunlay ajratib yubordi. U chet elga ko'chib ketganini eshitdim. Balki u hozir farzandini quchoqlab o'tirgandir. Balki meni allaqachon unutgandir. Faqat esdaliklar bor. Men har kecha yostiqqa bosh qo'yganimda, u mashinada qulog'im ostida pichirlagan "ketmir" degan so'zini eshitaman. Men baxtli edim. Lekin o'sha baxt uchun bir umrlik azob bilan to'lov qilyapman. Bilasizmi, aziz obunachilar, men o'z qarorimdan afsuslanmayman. Chin muhabbat har doim ham birga bo'lish degani emas. Ba'zan chin muhabbat bu o'z sevgilingni baxti va tinchligi uchun o'zingni uning xotirasida yomon ko'rsatib bo'lsa ham undan voz kechishdir. Ehtiros vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Lekin yurakdan qilingan qurbonlik umrbod yashaydi. Hayotda chin muhabbatni uchratsangiz, uning qadriga yeting. Agar toza yo'l bilan birga bo'lish imkoni bo'lsa, uni asrang. Lekin birovning ko'z yoshi evaziga kelgan baxt hech qachon sizga tatimaydi. Yuragingizni eshiting. Ammo vijdoningizni ham qulflab qo'ymang. Biz hammamiz shunchaki sevishni va sevilishni xohlaydigan ojiz insonlarmiz. Agar sizning ham qalbingizda shunday yashirin yara bo'lsa, bilingki, siz yolg'iz emassiz. Men ham siz kabi o'sha yara bilan nafas olyapman.